Vav dedim. Bu sredствоni ko'rgandan keyin ishlatib ko'rmasam bo'lmaydi dedim. 2 minutda shunaqa natija berganini ko'rib, sraz zakaz berib yubordim. Mani hammomimda, kafelimda shunaqa tuz yig'ilib, nalyot bo'lib qolgan, ketmayapti. To'g'ri, boshqa sredствоlarda ketdi, ozgina ketdi, lekin до конца tozalamadim. Perchatka bilan ishlaydi deb yozib qo'yilgan ekan, perchatka kiyib, shunaqa uchiga sepadigan qo'yib oldim o'zimga udobniy qilib va sepib chiqdim. Natijasi, lekin videoni oxirsida ko'rsanglar, o'zingizlar baho bersanglar bo'ladi. Hidi sal o'tkirroq ekan, shuning uchun maskada ishlanglar. Agar yopiq joy bo'lsa, maska taqib olib, shunaqa sepib, 1 minutdan keyin yumshoq gubkada ish qilib, iliq suvda chayib tashladim. Natijasini ko'rib o'zim vav devordim, chunki bu vannaga har xil sredstvo ishlatib ko'rganman. Toza qiladi, lekin nalyotini до конца ketkazmaydi. Bu bo'lsa natijasini qaranglar. Yaxshilab yuvgandan keyin shunaqa quritib oldim. Sizlarga ko'rsatib berish uchun natijasini. Vanamni, kafelini ko'rib, to'g'risi o'zimni ko'zlarim quvonib ketdi. Agar sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lsa, shu sredstvodan ishlatib ko'ringlar. Narxi ham arzon ekan va kачествоsi, effekti bomba ekan qizlar joylar. Albatta sinab ko'ringlar. Vav dedim. Bu sredствоni ko'rgandan keyin ishlatib ko'rmasam bo'lmaydi dedim. 2 minutda shunaqa natija berganini ko'rib, sraz zakaz berib yubordim. Mani hammomimda, kafelimda shunaqa tuz yig'ilib, nalyot bo'lib qolgan, ketmayapti. To'g'ri, boshqa sredствоlarda ketdi, ozgina ketdi, lekin до конца tozalamadim. Perchatka bilan ishlaydi deb yozib qo'yilgan ekan, perchatka kiyib, shunaqa uchiga sepadigan qo'yib oldim o'zimga udobniy qilib va sepib chiqdim. Natijasi, lekin videoni oxirsida ko'rsanglar, o'zingizlar baho bersanglar bo'ladi. Hidi sal o'tkirroq ekan, shuning uchun maskada ishlanglar. Agar yopiq joy bo'lsa, maska taqib olib, shunaqa sepib, 1 minutdan keyin yumshoq gubkada ish qilib, iliq suvda chayib tashladim. Natijasini ko'rib o'zim vav devordim, chunki bu vannaga har xil sredstvo ishlatib ko'rganman. Toza qiladi, lekin nalyotini до конца ketkazmaydi. Bu bo'lsa natijasini qaranglar. Yaxshilab yuvgandan keyin shunaqa quritib oldim. Sizlarga ko'rsatib berish uchun natijasini. Vanamni, kafelini ko'rib, to'g'risi o'zimni ko'zlarim quvonib ketdi. Agar sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lsa, shu sredstvodan ishlatib ko'ringlar. Narxi ham arzon ekan va kачествоsi, effekti bomba ekan qizlar joylar. Albatta sinab ko'ringlar. Vav dedim. Bu sredствоni ko'rgandan keyin ishlatib ko'rmasam bo'lmaydi dedim. 2 minutda shunaqa natija berganini ko'rib, sraz zakaz berib yubordim. Mani hammomimda, kafelimda shunaqa tuz yig'ilib, nalyot bo'lib qolgan, ketmayapti. To'g'ri, boshqa sredствоlarda ketdi, ozgina ketdi, lekin до конца tozalamadim. Perchatka bilan ishlaydi deb yozib qo'yilgan ekan, perchatka kiyib, shunaqa uchiga sepadigan qo'yib oldim o'zimga udobniy qilib va sepib chiqdim. Natijasi, lekin videoni oxirsida ko'rsanglar, o'zingizlar baho bersanglar bo'ladi. Hidi sal o'tkirroq ekan, shuning uchun maskada ishlanglar. Agar yopiq joy bo'lsa, maska taqib olib, shunaqa sepib, 1 minutdan keyin yumshoq gubkada ish qilib, iliq suvda chayib tashladim. Natijasini ko'rib o'zim vav devordim, chunki bu vannaga har xil sredstvo ishlatib ko'rganman. Toza qiladi, lekin nalyotini до конца ketkazmaydi. Bu bo'lsa natijasini qaranglar. Yaxshilab yuvgandan keyin shunaqa quritib oldim. Sizlarga ko'rsatib berish uchun natijasini. Vanamni, kafelini ko'rib, to'g'risi o'zimni ko'zlarim quvonib ketdi. Agar sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lsa, shu sredstvodan ishlatib ko'ringlar. Narxi ham arzon ekan va kачествоsi, effekti bomba ekan qizlar joylar. Albatta sinab ko'ringlar. Vav dedim. Bu sredствоni ko'rgandan keyin ishlatib ko'rmasam bo'lmaydi dedim. 2 minutda shunaqa natija berganini ko'rib, sraz zakaz berib yubordim. Mani hammomimda, kafelimda shunaqa tuz yig'ilib, nalyot bo'lib qolgan, ketmayapti. To'g'ri, boshqa sredствоlarda ketdi, ozgina ketdi, lekin до конца tozalamadim. Perchatka bilan ishlaydi deb yozib qo'yilgan ekan, perchatka kiyib, shunaqa uchiga sepadigan qo'yib oldim o'zimga udobniy qilib va sepib chiqdim. Natijasi, lekin videoni oxirsida ko'rsanglar, o'zingizlar baho bersanglar bo'ladi. Hidi sal o'tkirroq ekan, shuning uchun maskada ishlanglar. Agar yopiq joy bo'lsa, maska taqib olib, shunaqa sepib, 1 minutdan keyin yumshoq gubkada ish qilib,
iliq suvda chayib tashladim. Natijasini ko'rib o'zim vav devordim, chunki bu vannaga har xil sredstva ishlatib ko'rganman. Toza qiladi, lekin nalyotini до конца ketkazmaydi. Bu bo'lsa natijasini qaranglar. Yaxshilab yuvgandan keyin shunaqa quritib oldim. Sizlarga ko'rsatib berish uchun natijasini. Vannamni kafelini ko'rib, to'g'risi o'zimni ko'zlarim quvonib ketdi. Agar sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lsa, shu sredstvadan ishlatib ko'ringlar. Narxi ham arzon ekan va kачествоsi, effekti bomba ekan qizlar joylar. Albatta sinab ko'ringlar.